aynan mana shu videoda reklamalaringizni kuchaytirishni xuddi mana shunaqa uchta chiqib eng muhim keladigan elementini ko'rib chiqamiz. 1, 2, 3 raqamli animatsiyasini ko'rib chiqamiz bugun Uchta sizlar eng bilan. muhim element. Xo'p, videoni cho'zib o'tirmaymiz. Qani, boshlaymiz. Xo'p, afterga o'tib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, afterda ham tayyor qilib qo'yganman buni. Endi mana shu narsani noldan qilishni o'rganamiz. Xo'p, tushunishingiz uchun ketdi. O'zimizga yoqqan shriftda 1, 2, 3 deb, yo'qsa boshiga 1 deb yozib olamiz. Xo'p, oq qilamiz. Mana tekstur sal kattaroq qilamiz. Ya'ni qolgan 2, 3 lar ham sig'ishi uchun sal chetga surib, ozgina pasaytirib olamiz. Xo'p. Eng keyingi qiladigan ishimiz tekstimizni strogini yoqib qo'yamiz. Fillni o'chirib, strogini yoqib qo'yamiz. Strogni ham o'zlaringizga moslab turib katta kichik qilsanglar bo'ladi. Misol mana bunaqa qilsanglar bo'lsa. Xo'p. Mana 4 qilaman. Shunday qilgandan keyin duplikat qilamiz. Duplikat qilib 2 qilamiz buni. Okey. Xo'p, yana duplikat qilamiz, 3 qilamiz. 3. Xo'p. Tayyor. Bularni sal senterga qo'yib olamiz. Bularni o'chirib tashlaymiz. Sizlarga oxirgi prosta bularni belgi qilib qo'yamiz. Tak, maniki tayyor. Tekstimizni yozib oldik 1, 2, 3 deb. Endi bunga animatsiya beramiz boyagiga. Xo'p. Tak. Bir ketdi. Duplikat qilamiz. Duplikat qilamiz-da, ustidagini bilinish uchun mana duplikat qildik. Xo'p, ko'kni ham olib qo'yaylik. Shuni endi fil strogni o'chirib filni yoqib qo'yamiz. Da filga deb glow beramiz. O'sha tepadagi tekstga deb glow beramiz. Xo'p, sal pasaytiramiz. Okey, endi bunga opacity-ni 0 ga tushiramiz. Bitta keyfini beramiz. Xo'p. 100 qilamiz. Bitta tushiramiz. Xo'p. Bizada nima bo'ladi? Ko'rib tursizlar. Ko'rishingiz mumkin. Bitta keyfini o'sha tugashi bilan bu boshlanadi, 2 boshlanadi. U ham xuddi shunaqa bo'ladi. Duplikat qilamiz 2 ni. Adashib ketmaslik uchun rangini qilib qo'yaman. Tepasidagisini strogini o'chirib, filini yoqamiz. E'tibor beringlar. De, bundagi deb glowni prosta copy paste qilib bunga qo'yamiz, tashlaymiz. Bundagi animatsiyani ham prosta copy qilib boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham xuddi shunday. Keyingi uchimiz boshlanganda bitta qo'yamiz. Duplikat qilamiz. Strogini o'chirib filni yoqamiz. Deb glowni tashlab olamiz. Okey. Endi buni ham xuddi shunaqa qilib copy paste qilib tashlaymiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, bizada tayyor animatsiya. Bemalol ekspert videolaringizda mana shunaqa qilib ishlatishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosinglar. Hammaga rahmat.